Hurmatli kuzatuvchilar, endi davom etamiz. Bizda keyingi funksiyamiz, ya'ni two-way scatter funksiyasi. Bu degani y va x lar o'rtasidagi munosabat yoki y ning o'zgarishi x ga qanday ta'sir qilishi yoki x larning y ga ta'siri deb tushunsak bo'ladi. Bunda biz qanday tahlil olib boramiz aynan tibbiyot sohasida. Bizda y kasb, ya'ni patsientimizning kasblari va ularning ko'zlaridagi o'zgarishlarga yechim x deb olingan va buni biz liner chiziqli holatida tahlil qilamiz. Bunda ko'rib turganingizdek patsientlarimizning ma'lum bir kasbda ishlash vaqtlari ularning ko'zlaridagi o'zgarishlarga qanchalik ta'sir qilishini ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'ni bu holatda bemor ma'lum bir kasbda yillar o'tgani sari ishlaganda uning ko'rish o'tkirligi va ko'zdagi muammolarga yechim ham oshib borishi ko'rinadi. Ya'ni bu holatda biz bemorning kasbiga qarab turib, uning ko'zlaridagi bo'layotgan o'zgarishlarga qanday omillar ta'sir qilayotgani va ularning mana shu omillar ularning kasblarida qanday rol o'ynashini ko'rib chiqsak bo'ladi. Masalan, oddiy holatda aytaylik, ko'zdagi ko'rish o'tkirligining pasayishiga ko'zning allergiya holati sabab bo'ladi. Bunda biz ko'rishimiz mumkin, atrof muhitning ifloslanishi natijasida ko'zga ko'p miqdorda chang tushishi va bu changda nisbatan sezuvchanlikning ortishi sabab bo'ladi. Ana shu holatni tahlil qildik. Bunda hozir chiziqli holatda keltirildi. Biz buni parabola holatida ham ko'rsatib bera olamiz. Buning uchun men bu L fitni Q fit holatiga o'tkazaman va Y ni enter bosaman. Bunda boya chiziqli holatda chiqqan bo'lsa, endi parabola ko'rinishida tahlil olib borildi. Bunda ham bu grafikni ham copier qilish yoki o'zgartirish yoki save as yordamida saqlay qilish yoki print yordamida chop etish mumkin bo'ladi. Demak, bu ikkala funksiyani ham men o'zimni do faylimga kirgizib qo'yaman, chunki keyinchalik ham foydalanishim mumkin. Так. Qisqacha описание kiritsam, y va x ning o'zaro munosabati deb bersam bo'ladi. Bu qavs ichida linear yoki chiziqli, o'zbekcha varianti chiziqli ko'rinishda. Xo'p, endi keyingi holatim bo'ladi. Endi men L fitni Q fitga o'zgartiraman va buni kopiya tashlayotganimda chiziqlining o'rniga parabola ko'rinishida deb beraman. Va mana ikkita funksiyani ham men kiritib o'sha saqlanib qildim. Endi davom etamiz. Bizda vaqtimiz hali bor ekan, demak davom etsak bo'ladi. Endi biz ko'rishimiz mumkin, mana shu ikkita grafikni bizning tibbiyotda, ayniqsa tibbiyotda bu holat bitta ko'rinishda, bitta varoda yoki ko'rsatadi. Ya'ni bunda biz tushunishimiz mumkin, kasallik davridagi bemorning natijalari tahlili va davolash o'tkazilgandan keyin bemorning natijalari
tahlili ma'lum bir kasallik doirasida. Farmatsevtikada esa dori vositasining qo'llanilishidan oldingi holati va qo'llanilgandan keyin patsientning holati deb tushunsak bo'ladi. Buning uchun bizda ikkita grafikimiz bitta ekranda chiqishi, ya'ni combine holatida bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, bu holat qanday amalga oshiriladi? Buning uchun biz bu kodlarni qo'ldan yozsangiz ham bo'ladi, lekin yozayotganda xuddi Python Cga texnik xatoliklarga, ya'ni sintaksisga e'tibor qaratish kerak yoki do faylingizda oldin yozgan bo'lsangiz qayta yozishingiz shart emas. Xo'p, bizda demak dori Y deb dori vositasi zarurligini keltiradigan bo'lsa, X deb aynan muammoga yechim, ya'ni qaysi muammoga dori vositasi zarurligini ko'rib chiqsak bo'lar ekan. Xo'p. Va biz buni G1 deb belgiladik va enter bosamiz. Qanday holat chiqadi? Muammoga ma'lum bir nimani soham aynan farmatsevtikada oftalmologiya bilan uyg'unlashganligi uchun ham tibbiyot tarafdan ham farmatsevtika tarafdan baho berishim kerak. Ya'ni muammoning ortgani sari muammoning ortishi ma'lum bir ko'zdagi kasallik davolanish jarayonida unga dori vositasining zarurligi kamayib ketadi. Ya'ni bu degani davolanish jarayoni tugayotganda agar kasallik qaytalanmasa dori vositasi shart emas. U ikkinchi davolash 10 kunligiga tushishi shart emas degani hisoblanadi. Ya'ni dori vositasining zarurligi ma'lum bir muammoga yechim bo'lmaydi. Ba'zi holatlarda muammo dori vositasiz ham davolansa bo'ladi, faqatgina ma'lum bir muddat davomida ko'z bo'lsa ko'zga, boshqa organlar bo'lsa aynan o'sha organlarga tabiiy vositalar yoki shunchaki dam oldirib ham davolasa bo'ladi degan tahlil olib boriladi. Ya'ni dori vositasi har doim ham muammoga yechim bo'la olmaydi. Ya'ni muammo qanchalik katta bo'lmasin, faqat endi dori vositasi bilan cheklanib qolish kerak emas degan ma'no chiqadi. Endi keyingi holatimda men hozir tayyor do fayldan oldim va siz buni xohlasangiz aynan o'zingiz qo'lda kiritsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi dori vositasi zarurini olib tashlaymiz va dori vositalarining kamchiliklari va uning muammoga ideal yechim bera olish darajasini ko'rib chiqamiz. Men shunaqa natija kutgandim o'zi. Muammoga ideal yechim berishda dori vositasidagi kamchiliklar to'liq yetarli bo'lmaydi. Ya'ni dori vositasini saqlash muddati, uning ishlab chiqarish texnologiyasi va uning ishlatayotgan vaqtdagi sarf bo'lish darajasi aynan muammoga har doim ham ideal yechim bo'lmaydi. Buni oddiy holatida ko'zga tomizadigan kaplilardan foydalanayotganda ularning agar sal noto'g'ri ishlatsak, ularning ma'lum bir qismi to'kilib ketadi, ya'ni isrof bo'ladi. Lekin aynan kaplilarning dozasi kamligi
va